Sen yaxshi ko'rgan va uning uchun pok aqidani saqlab kelayotgan Tohir, sening dodi bir ona boshqa akam bo'ladi. Rahmat qizim. Sizni avor qildik-a? İsmi Mihra ekanda. O'yladim men va texmi diqqatimni markazlashtirdim. Ha, mundaqda. Sizlar tijoratni dadam bilan qilamsizlar yoki men bilan qilamsizlar? Yo'q, men hech kimni saqlamagan. Faqat shu sizni Oltinchi qism. Toir yeli qo'ldagi xat bilan xotiriga qarasa, yeli yig'lab uy kirib ketayotgan Zulayning keyindan tingirqab turibla qoldi. Ham xatni ichib o'qishga boshladi. Bu xat Sadir akaning hodisiga uchrashdan burun Zulayga yozgan xati bo'lib, xatda mundaq deyilgan edi. Va Toir ikkinlarning to'yiga nimishqa bunchalik qarshi turdiganligimni sana aytib beray. Buni o'qib, balki mendan nafratlanishing mumkin. Qizim Zulay, sen yaxshi ko'rgan va uning uchun pok aqidani saqlab kelayotgan Tohir, sening dodi bir ona boshqa akam bo'ladi. Qizim Zulay, men sana bo'lgan ishlarni boshdan so'zlab beray. Yosh qaram vaqtlarim bo'lsa kerak. Ham opang bilan tanishmaydigan, to'y qilmagan vaqtlarim edi. Dadam tijoratchi bo'lib, oldiga uchirganki halol tijorat bo'lsa qilaveradi. U qilgan tijoratdan hargiz ziyon chiqmaydi. Shunlashqimikin, meni o'zining kasbiga varislik qildirish uchun. O'g'lim Sadir, tijorat deganning barkiti bor narsa. Hozir ko'zing pishib qolsa, mendan keyin qolsang jafo tortmaysan. Deganda gaplar bilan meni kayniga selib namuna elib yuradi. Dadamning tijoratda hamkorlashadigan sherikimi chiq bo'lib, bir kuni u meni qo'shni yezdagi bir do'stining uyiga tijoratda hamkorlash to'g'riliq suhbatlashishga elib bordi. Dadamning do'sti bizni qizg'in kutib oldi va dadam bilan ikkisi ko'ni qadinaslardek parangga tushib ketdi. Shu orliqda hovlidagi kungaga qartib silingan oshxona uydan bir qiz qo'lida piyola, chaynak ko'tarib chiqib keldi. Va bizga illiq tabassum qilib salom qilgandan keyin piyolaga choy qo'yib bo'lib takallub qildi. Qani Sadir dada, choy ishkash o'ltiribdisizlar. Tamoq hozirda tayyor bo'ldi. Rahmat qizim. Sizni avor qildik-a? Dadam o qizga qarab mehri bilan kulimsirab. Men bo'lsam, o qizga qarab turibla qoldim. Chunki uning illiq tabassumlari, kulib beqishlari, kulgan chaqda paydo bo'lgan sinoqlari va adab axloqi meni o'ziga jalb qilib, shirin xiyollar qaynimga g'arq qilgan edi. Aqin o'g'lim, choy ishkash o'ltirg'in. Dadamning do'sti shundoq degandila esimga keldi. Va xuddi ular mening xiyolimni bilib qolgandek, bugun quloqlarimgacha qizirib ketdim. "Nem bo'lding o'g'lim? Mijozing yo'q o'xshamamdi?" so'radi dadam ko'zimga ma'nili qarab. Chunki dadam mening kayfiyatimga qarab hamma ishlarni sezib bo'lgan edi. "Yo'q, undoq emas", dedim men kekashlab. Dadammo o'shiq gap qilmay tijorat to'g'riliq parangga tushib ketdi. Quluqim ularning parangida bo'lsa-mu, xiyolim boshqa yerda edi. Odatda mahallamizdami kaynimdan parvona bo'lib yuradigan qizlar oz emas bo'lib, yonda borning qadri yo'q degandek, ularni kunda ko'rib turg'achqimikin xiyolimga kirib chiqmaydi.
Lekin bu qiz turibla o'zimning savizdan xabar yo'q gurish damyapti degandek bu ahmoqona xiyolimdan voz kechib ularning gapiga quloq soldim. Ularning tijorat to'g'riliq parangi oxirlashib o'z gapiga tushgan bo'lib dadam gap boshladi. Kerem adash, shuning bilan bu Mehroyning ishi qanday bo'lib ketdi? Vay, nemisini deysizlar adash. Oliy maktabga imtihon bergan. Azroq numri kamlab qilib chaqiriq kelmidi. Qayt o'qig'in desam, o'zining ra'y tatmagan chig'i qaytib chiqib oldi. Hozir bo'lsa, yezdagi tikkuchilik korxonasida tikkuchilik kasbida o'rganyotdi. Bo'pti adash. Ballani o'zining qiziqishi qo'yib bergan yaxshi degina. Qaysininga qiziqsa, shuni qilmamdi. İsmi Mihra ekanda. O'yladim men va texmi diqqatimni markazlashtirdim. Dal shu vaqtda oshxona milansi qayrilib, Mihray patnosda 3 taxsi lag'manni elib chiqib jo'g'siga qo'ydi. Va ikki qo'llab tomoqni sunib chiqdi. Menga sungan tomoqni elib bo'g'icha qo'llarim titrab tasli qoldim to'kivatgani. Mihray menga qarab o'ng'aysizlanib, villada qizarg'incha patnosni ko'tarib oshxonaga kirib ketdi. Dadam xuddi mening ko'nglimdagini bilib qolgandek ko'zimga ma'nili qarab qo'ydi-da, Kerem akaning tomoqqa beqinlab, so'lib qolmasin deb takalluf qilishi bilan tomoqqa qo'l uzatdi. Bizning tunji qitimliq ko'rishimiz shuningdan boshlandi. Shuningdan keyin men boshqacha jimg'urlashib ketdim. Qo'lim ishqimga bormaydi. Xiyolimga Mihray kirib oladi. Bekor bo'lsamla, kichikchaqliq motosikletimni haydab, u yiziga borardim. Va Mihray kasb bugunayotgan korxona darvozi oldida uni saqlaydim. Agar u chiqib qolgudak bo'lsa, o'zimni chatga elib, uning qarshi yutkichi qarab turardim. Ondan uyga qaytib ketardim. Shunda qilib, bu ishlar necha qitim takrorlangan bo'lsa-mu, Mihray bilan yuztirani ko'rishmadim. Bir kuni yana shu odatim bo'yicha uning ishdan tushishiga yaqin uni saqlab turardim. Lekin u chiqadigandak emas edi. Hammaylar chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, uning qarshi ko'rinmaydi. Bugun u kamiga o'xshamamdi. Yo bir ish bo'lganmidi? Deganda xiyollar bilan qaytib ketay deb kaynimga o'rlishimga uning ko'zi bilan ko'zim uchrashib qoldi. Va nima qilarimni bilolmay quloqlarimgacha qizirib yerga qarab oldim. Bu yerga kelib qopsiz-ku, birarsin saqlayotdimsiz? Uning yiqimliq ovozidan o'zimni yo'qotib qo'ydim va gapimni topolmay, "Yo'q, bu yerdan o'tib ketayotgan" degan gaplarni kekashlab orala deyaladim. Lekin uning ko'ziga tikilib qaray olmaydim. Tuyuqsiz Mihray qaqoqlab kulib-atdi. Uning kulkisi meni texmi o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ygan bo'lib, chipildab tarlab ketdim. Qarsam kunda mush yerda tursiz, birini saqlamdikin debdimi? Qarg'anda biror qiz bolani saqlaydigan o'xshamamsiz? Dedi u sho'xlik bilan. Men sizni saqlayapman demoqchi bo'ldim-yu, lekin gapimni teshimga chiqara olmay, "Cho'nglar salomat turyotamdi" degan gapni oraliq qila oldim. Ularmi yaxshi turyotdi. Qandaq? Qodir kamlachu yaxshi turyotgandi? Qaytirib so'radi Mihray. Ularmi yaxshi turyotdi. Uyingizga olib qo'yaymi? Aran tasti jur'atga kelib, shu gapni deyaladim. Meni uyga olib qo'yma deb men bilan ketib qolsangiz, siz saqlab turgan qiz ranjib qolar. Beshimni yerdan ko'tarmay turib, "Yo'q, men hech kimni saqlamagan, faqat shu sizni" dedim va uningdan ko'zimni qochirib. Mundaqda.
Sizlar tijoratni dadam bilan qilamsizlar yoki men bilan qilamsizlar? U yana chaqchaq qilib meni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Men xuddi qansirgan o'pkidek qizirib ketdim. Uning gapni tankilanmaydiganligimga ko'zim yetib, gapning ochiqini aytmoqchi bo'ldim. Mihray, ikkimiz tanishib qolaylik. Sizlarning uyda sizni ko'rgandan buyon xiyolimdan hech chiqmadingiz. Kunda sizni ko'rish uchun mush yerda siz chiqquncha saqlayapman. Yana davomli saqlashga va mangu saqlashga roziman. 6-qism tugidi.